2005-yil 5-mayda qabul qilingan URQ 1061 qonun yer munosabatlarini tartibga solishda muhim bosqich bo'ldi. Ushbu qonun bilan yer uchastkalaridan foydalanish tartibi aniq belgilandi va bu jarayon yanada ochiq, qulay va tushunarli shaklga keltirildi. Endilikda har bir yer uchastkasi uchun ruxsat etilgan foydalanish turi belgilanadi. Ya'ni bu yerda aynan qanday faoliyatni amalga oshirish mumkinligi qonun bilan aniqlanadi. Qonunga ko'ra foydalanish turlari 3 ta asosiy toifaga bo'lingan. Asosiy foydalanish turi yer uchastkasining mo'ljallangan asosiy maqsadini aks ettiradi. Shartli ruxsat etilgan foydalanish turi faqat ruxsatnoma asosida amalga oshiriladi. Bunda shaharsozlik qoidalarida belgilangan shartlarga qat'iy rioya qilish talab etiladi. Yordamchi foydalanish turi asosiy yoki shartli faoliyatga qo'shimcha tarzda amalga oshiriladigan, lekin mustaqil bajarilmaydigan faoliyatdir. Yangi tartibda bu turlarni belgilash yoki o'zgartirish jarayoni soddalashtirildi. Endi huquq egasi davlat xizmatlari markaziga yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.gov.uz orqali ariza topshiradi. Shartli ruxsat etilgan turlar esa hududiy arxitektura va shaharsozlik kengashlarining qarori va jamoatchilik muhokamasi asosida tasdiqlanadi. Qonun bilan ma'muriy va jinoyat kodekslariga ham muhim o'zgartirishlar kiritildi. Ayrim jarimalar kamaytirildi. Davlat kadastrini yuritishdagi buzilishlar va madaniy dam olish uchun ajratilgan yerlarni noqonuniy egallash holatlariga nisbatan javobgarlik aniq belgilandi.